Meni asoyimni demoqchi bo'lding-a? Sen buni Jenga berding, Jenisi menga berdi. Qudratiga ega bo'lish uchun berib yuborish kerakmidi? To'g'ri aytgan ekansan, Jen. Osongina o'lja bo'ldi u. Jen! Ko'chani birinchi qoidasi. Hech qachon hech kimga ishonma. Men o'rgatganman. Shogirdimni o'zingga do'st deb o'ylovmiding? Shogird? Seni asrab olgan shumidi? O'sha baxtli onlarni hanuz unutolmaydi. Uni uchratganimdagi ahvolini bir ko'rsang edi. Eti ustixoniga yopishgan, qarovsiz o'g'rilar makonidagilar bilan o'ralashib yurardi. U qo'rquv bilmasdi. Imkoniyati ham ko'p edi. Uni asrab oldim. Shu kungacha o'zim tarbiya berdim. Qaddingni ko'tar. Xo'p bo'ladi ustoz. Bularni hammasini asoni senga berib yuborishim uchun qilganmiding? Nimaga? Aslida men ham oddiy oiladan chiqqanman. Kattaroq mavqega erishish meni orzuyim edi. Qudrat va ehtirom istab kung fu ustasi bo'lishni maqsad qildim. Nima? Lekin borgan har bir kung funing mashq maydonida to'g'ri kelmaysan, bo'ying judayam past deyishdi. Kung fu seni qismating emas deb ustimdan kulishdi. Shundan so'ng boshqa yo'lni tanladim. Jodugarlikni men o'zim yuksaldim va orzu qilgan hamma narsamga erishdim. Kung funi hisoblamaganda bu qalamni. Tayvonga o'xshaganim bilan o'zingga jang qila olmayman. Bilasanmi bu? Kung fu mashqlarini bajarganing bilan uning sir asrorlari ruhda yashiringan bo'ladi. Ana endi ruhlar olamiga bemalol kira olaman va Niyating Tayvonning jang mahoratini olish ekanda. uni va boshqa hamma yovuz ustalarning mahoratini. Shunday qilsam, hech kim meni ortiq kamsitishga botina olmaydi. Meni unutib qo'yding. Ko'p urinma bu. Bu panjaralar juda qadimiy va o'ta qudratli sehr jodu qilingan. Bu yerdan chiqishing uchun 10 ta ajdar jangchisini kuch kerak. Unda orasidan chiqmayman. Tagini yorib qutulaman. Har kimning ham jahli chiqqan bo'lardi. Asoni tezda bu yoqqa ber. Senga yolg'on gapirganim uchun kechirim, men shunchaki buyurilgan ishni qildim. Keyin uzr so'raysan. Hozir bu qalamini to'xtatishim kerak. Jen? Barakalla, Jen. Uni o'ldirmoqchiligingni aytmaganding. Ko'chani ikkinchi qoidasi nima edi? Doim kimdir zarar ko'radi. O'sha sen bo'lmasang bo'lgani? Buni boshqa yo'li bo'lganida qaniydi? Ko'chani 3-qoidasi-chi? 3-qoidasi? Ba'zilar buni eng muhimi deyishadi. Hech qachon hech kimni sen bilan ishi yo'q. Qani bo'l, ruhlar olamini tilaymiz. Keyin kulib tur. G'amgin basharani jinim suymaydi. Hayronman, bunaqa yomon odatlarni qayerdan o'rgangansan? Qaraydi hozir. Salom.
Salom o'g'lim. Hammasi yaxshi. Biz seni topdik. Topdik o'g'lim. Nega ortimdan keldinglar? Undan chiqdi bu fikr. Hey, Xo'p, ikkalamizdan chiqdi. seni yaxshi ko'rganimizdan ortingdan keldik. Yo'q, menga ishonmaganinglar uchun kelgansizlar. Yaxshi ko'rganimiz uchun. Aytganingiz to'g'ri ekan. Quloq solmay qattiq adashdim. Bir muttahamga aldanib qolib, asoni bu qalamini qo'liga topshirib qo'ydim. Ha. Afsus. Unda rostdan ham juda qattiq adashibsan o'g'lim. Ustoz Shifuga quloq solib tinchlik vodiysida qolganimda, hozir aso bu qalamimda bo'lmasda o'zimcha adolat o'rnatmoqchi, hammasini o'z o'rniga qo'ymoqchi edim. Aksi bo'lib chiqdi. Hamma ham hayotdagi o'zgarishlardan cho'chiydi. Ayniqsa men. Qanday bo'lar ekan deb qo'rqaveraman. Men vodiydagi eng mohir lag'monpaz bo'lishni orzu qilardim. Nima bo'pti? Men vodiydagi eng mohir lag'monpaz bo'ldim. To'g'ri. Shu bilan birga ota ham bo'ldim. O'shandan beri hech narsa avvalgidek bo'lgani yo'q. O'zgarishlar har doim ham yomon bo'lavermaydi. Taomlar ro'yxatini nega tez-tez o'zgartirib turaman? Chunki mudom o'zgarishsiz turaversa, ertami-kech u o'z ta'mini yo'qotadi. Gaplari to'g'ri. Qishloqdan chiqqanimizdan beri men ham ancha dadil bo'lib qoldim. Jasurroq, mard. Qani ko'tar. Bu yoqqa. Qafaslarni u yoqqa olib chiqinglar. Bo'la qolinglar. Chatoq-ku ahvol. Juda ham chatoq. Imillama. Chaqorroq. Faqat o'sha panda bilan anchagina do'stlashib qoluvdik deya ko'rma. Yo'q, biz shunchaki Nimanidir qo'lga kiritmoqchi bo'lsang, bor imkoniyatdan foydalanishing kerak. Panda shu imkoniyatni bir edi. Biz undan foydalandik. shunga asrab olganmiding meni? Orzuyingga yetishishda yordam berishim uchunmi? Jan, seni xuddi o'zimga o'xshab uddaburon, aqlli va qahri qattiq bo'lganing uchun olganman. Unutma, shu sifatlaringni yo'qotgan zamonoq seni men uchun foydang tegmay qoladi. Ikkimiz uchun ham o'zgara ko'rma.